Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining Uyg'ur ovoz suhbat programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdirshid. Hurmatli ko'ruvchilar, bugungi suhbat programmamizning temasi bo'lsa 8 mart Xalqaro xonim-qizlar bayrami kuni munosabati bilan o'tkazilgan bir programdir. Bu jarayonda aziz Uyg'ur millatimizningki xonim-qizlarningki mayli da'voda bo'lsin, mayli oilada bal tarbiyalashda bo'lsin, mayli millatni tarbiyalashda bo'lsin, vatanning ichidagi va sirtidagi Uyg'ur xonim qizlarimizningki millatimizga qo'shgan to'hfatlari va biz uchun to'layotgan badallar haqida suhbat programmamizni o'tkazamiz deb turibdimiz. Bugungi programmamizning aziz mehmonlari bo'lsa, Dunyo Uyg'ur qurultiyining taftishi Gollandiyadagi jasur lager shoidimiz Qalbinur Sidiq xonim va Amerika Uyg'ur jamiyatining sobiq raisi va Amerika Uyg'ur jamiyatining maslahatchisi Alfidar Iltabir xonim va Dunyo Uyg'ur qurultiyining Germaniya vakili ma'rifchi, oila tarbiyalaguvchi Turnisa To'xti xonim, hammanglar programmamizga xush kelibsizlar. Rahmat. Xush bulduk, rahmat. Xo'sh, hurmatlik Qalbinur Sidiq xonim, siz vatandan chiqqandan keyin shu yerdagi Xitoyningki dahshatli zulmlarni, Xitoyning jazo lagerlariga elib berayotgan dahshatli irqiy qirg'inchilikni dunyoga anglatgan bizningki jasur lager shoidlarimizdan biri. Bu jarayonda vatandagi Uyg'ur xonim qizlarimizningki mushu Uyg'ur millat uchun to'layotgan badallari, mayli jazo lagerlarining ichidagi bo'lsin, sirtidagi bo'lsin va siz muhojirat hayoti qadam qo'ygandan keyinki ilib berayotgan faoliyatlari sizningki o'zingizningki shaxsiy shaklingizni kuzatishingiz bo'yicha nimalar bularni bir deb bergan bo'lsangiz. Buldu oldu bilan assalomu alaykum. Barliq musulmon qarindoshlarimizning Ramazon muborak bo'lsin va 8 mart Xalqaro xonim-qizlar bayramiga muborak bo'lsin. Men bir jazo lager shoidi bo'lib sifatim bilan oldi bilan shu vatanimiz Uyg'uriston, Sharqi Turkistondagi kamp lagerlarda, zulmda va dahshatli qirg'inli bo'layotgan shu xalqimizning ovozi bo'lib, shuni butun dunyoga xalqaro anglataligimdan ham bu fursatga erishganligimdan cheksiz minnatdorman va Allohga cheksiz shukrlar aytaman. Chunki vatanimizdagi shu chorsiz qolgan xalqimiz o'zini unutilib qilishidan ansiraydi. Unutildi degan so'z, ular izdireksiz yo'qoldi degan so'z. Demak, ularmi ham bizdan o'zlarini unutilib qolmasligimizni va ashlarningki chorsiz qolgan shu xalqimizning ovozi bo'lishimizni kutadi. Har doim ashlarning ovozi bo'lib, butun dunyo xalqaroga biz texi hayot, biz texi bor degandek shunday kuchlik ovoz bo'lishimizni va o'zimizning amaliy harakatimiz bilan buni ifoda qilishimizni albatta ular kutadi. Men 2017-yili 1 yilga yaqin shu vatanimiz Uyg'uriston, Sharqi Turkistonning o'xshamagan ishki kampida o'qituvchilik qildim. Shu jarayonda o'shadim shunday his qildimki, men mayli erlar kampusida bo'lsin, ayollar kampusida qiz ayollarni faqat paranglashish, so'zish qat'iy imkoniyat yo'q. Chunki aramizda to'saqlar bor, men buni ko'p anglatgan. Ammo erlar kampusida oldimiz to'saq bo'lmag'achqa, ular to'la shu gap qiladida, men darsni shu vaqtlarda ishdan chiqib qolsam, mush to'lisi shu bizning birinchi rad eng chetda o'tiradigan bir qarindishimiz Nurmamatmismi? Shu bal doim deyilgandi. Ma'lum bizni unutib qolma, ma'lum bizni unutib qolmang deb. 6 oy jarayonda mening qulqim singib ketdi. Mushu keyin his qildimki, bularningki eng qo'rqdigini unutilib qilishdan ansiraydi ekan. Chunki ma'bay degan o'xshash unutilib qoldi degan gap, ular izdireksiz yo'qoldi degan gap. Shuni men hozir o'ylayman, shu muhojiratga chiqib, kamp lagerlarda ashada yetib, anandiki mayli menda o'quvchi bo'lsin, mayli shu so'roqlarga tortilgan bo'lsin, dapsancha uchirgan bo'lsin, nurg'un qarindoshimiz bu yerga chiqqandan keyin o'zlarining shu yerda ko'rganliklarini, anglaganlarini butun dunyo xalqiga anglatdi. Ammo menimcha bu tek yetarli emas deb o'ylayman. Chunki men mana shu 6 yil jarayonda Dunyo Uyg'ur qurultiyiningki o'rlashtirishi bilan butun dunyoda asosiyatni mamlakat davlatlarga bordi, masalan parlament, tashqi ishlar, davlat majlislari bo'lsin, Amerikadagi
Her qaysi anlattı. Mesela Şveysariya Ceneva munbirde bolsun, Oslo Ferdon Forum deymiz. Her qaysi çoğun halkaralık munbir anlatkanım bile. Ama nurgun devletlerde bizning bu qirg'in bo'layotgan bu zulmatni nurgun devletler, nurgun xalqlar bilmaydi ekan. Buni anglagan vaqtimiz intayin ko'nglim yerim bo'ldi. Shuning uchun bizning bu anglashimiz yetarli emas. Cho'qim biz har doim mush xalqimizning ovozi bo'lib, mush qirg'in bo'layotgan shu xalqimizningki ovozini to'xtab qolmasdan izchil holda buni anglitib turishimiz kerak deb o'ylayman. Rahmat. Sizga ko'pdan ko'p rahmat, hurmatli Qalbinur Sidiq xonim. Xo'sh, hurmatli Alfidor Iltabir xonim, Uyg'ur xonim qizlarininki da'voda ilib berayotgan xizmatlari boshqa millatlarniki qarag'an chog'da Uyg'ur millatida bekerek yuqori deb aytsak bo'ldi. Chunki bizning millatimizda erlar boshqa, ayollar boshqa degan örp adatimiz yo'q. Her vaqt bir tarafdan dunyoni tevretse Uyg'ur anası bir tarafdan büşkin tevirtidu deb çoğun bilmez, hürmetleymiz. Şunun için muhaciratlik Uyg'ur davasida Uyg'ur xonim qizlarimizningki qo'shayotgan töhfilari naytimi ko'p desek bo'ldi. Endi sizdan so'raydiganim bo'lsa, Uyg'ur xonim qizlarininki Uyg'ur davasidagi rol nima? Rahmat iftixar. Hammalarning 8 mart ayollar bayrami muborak bo'lsin. Shundaqla butun diasporadagi va vatandagi butun Uyg'ur xonimlarini 8 mart ayollar bayramini tabriklayman. Taklif qilganingizga rahmat iftixar. Uyg'ur ayollari hammamiz bilgandek tarixdan beri her o'zining to'hfasini qo'shib kelmoqda Uyg'ur tarixiga. Nozugum bo'lsin, Iparxon, Aman Nisoxonlar bo'lsin, hammasi o'z kasbida, o'z sayesinde nurg'unlagan töhfə qazangan, özünü isbatlagan nurg'un Uyg'ur ayollarımız var. Yaqin tarixga qarasaqmı, bütün Rabia Qadir xonim ve bütün lager şahitlerimiz, Qalbinur edimiz bu yerda turibdi. Gülbar edimiz, Tursunay Ziyavuddin edimiz, Qalbinur edimiz, bunun başqa Mehrigül Tursun, Zümrət Davud degandek lager şahitlerimiz bu siyasətdən qorxmasdan bütün cəsarəti bilan öz avazını dünyaya caranlatıp kelmekte, ondan başqa mı nurgun faaliyetçilerimiz var, ismini atımızamı, Zümrət ayını hepimiz bilimiz bu yerdə, yaşlarımız mı şundaq yaxşı yeteklep, çoğunlarının yetekleşi bilen yaşlarımız mı çıkıvatıdı. Nurgunluğun ayallarını biz şu davamızda körüp duruptumuz. Bunun sebebi birinciden şu tarixten beri Uygurlarının ayallığa bəgən əhmeti, hürmeti dep oylayman. Hergiz mu abaysız degandek ayallar öy tutturuş gerek, bala beqish gerek dep qaramaydı. Biz Uygur ayalları hem öyünün işini qılıp, körünü qaçını juyup, balalarımızga tamaqlarını etip, balalarını terbiyeleş bilen birge, yine hem erlerimiz bilen bir sep tuturup, möörüge tikip turup, vatan davasını qilishga atlangan bir millet dep oylayman. Şu sebepten nurgunluğun töhfə qoşdu dep oylayman Uygur ayallarının. Siyasi cəhətdinlə emas, ictimai tərəfdən qaraganda nurgun Uygur ayallarımız şunaq fəaliyyətlər bolğanda tamaq etib apırış degəndək, yoki yeni bir lagerdən çıxan bir qeyrindişimiz gəlsə, yoki vətəndən bir qeyrindişimiz gəlsə, yoxlab berib, nemi kerek, nemi qandaq yardım qıla alayman dep berib, şuna bir güzel bir əxlaqımız, örf adətlərimiz var. Bularni davam qilib kelyapti, o'zining töhfasini qo'shib. Yeni abay degandek bala beqishdan boshqa Uyg'ur balalarini öz ana tili bilan, öz medeniyeti bilan, örf odatlari bilan, öz dini odatlari bilan tang tarbiyalab olib mengayapti. Bu nihoyatda cho'ng bir vazifa tushdi bo'lib Uyg'ur ayollarining ustiga. Mushu vazifani ko'pincha Uyg'ur ayollari mushu vazifani yaxshi o'rindab kelyapti deb o'ylayman. Yana bir qismimiz balkim aldiga chiqmagan bilan, sahnalarga da'vo deb chiqmagan bilan orqa sapda turib, nurg'unlagan ayollarimiz erlarini qo'llab, quvvatlayapti.
ballarını çık balam, vatanning davasını qıl balam, sen igi çıkmışsan kim çıkıdı dep ballarını qollap qılıvatıdı. Muşundaq nurgun aqsap tuturup xizmat qıvatqan ayallarımız mı ba, ularni mı tilga ilişimiz, rahmet eytişimiz kerek dep oylayman. Rahmet. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida Qalbinur Sidiq xonim vatandagi qarindoshlarimizninki eng cho'ng qo'rqinchiniki unutilib qilish ekanligini eskartib o'tdi. Alfidor Iltabir xonim bo'lsa, Uyg'ur xonim qizlarimizga tushgan burchninki nihoyatda ig'irligini, cho'ngligini deb o'tdi. Endi hurmatlik Turnisa To'xti xonim, siz 3 balani nihoyatda ravon Uyg'ur tili bilan so'zlashalaydigan, fikrlashalaydigan, hatto sizlarning oila qaragan kishilar G'uljininki qora hoyillarda o'tagandek his tuyg'uda bo'ldi. Uyg'ur tilini nihoyatda yaxshi so'ygan, Uyg'urlarning urf-odat va madaniyatlarini nihoyatda yaxshi o'zlashtirgan bir farzandlarni yetildirib, yetishtirib chiqdingiz. Shuning uchun men ibodatdan sizni atoqli ma'rifchi deb o'tishimning sababim dal shu. Hozirgi vaqtda bo'lsa, onalarimizningki, dadalarimizningki eng cho'ng andisi, bolalarim Uyg'ur tilida ravon so'zlashalaydigan bo'larmi? Balam atoqtilam Uyg'ur emas, tefekkür jihatdimi Uyg'ur yetishib chiqamdi degan bir andish paydo bo'layotgan shunda bir paytda Germaniyadek bir davlatda shunda bir farzandlarni yetishtirib chiqdingiz. Bu biz uchun to'liq muhim bo'lgan bir masala deb o'ylayman. Chunki vatanimiz ozod bo'lgan chog'dimi biz qaytsaqmi, davlatimiz qurilgan chog' tursaqmi, bizningki so'zlashadigan, vatanni qurdigan, ham ishni qildigan qurolimiz bo'lsa, dal bizning Uyg'ur ona tilimizdir. Bu haqda siz muhojiratdagi Uyg'ur ota-onalarga, onalarimizga deydigan yurak so'zlaringizni deb o'tgan bo'lsangiz. Rahmat ukum. Assalomu alaykum ekran oldidagi barliq sevimli xonim qizlar. Ramazonlaringiz muborak bo'lsin. Kelayotgan bayramlaringiz muborak bo'lsin. Her biringlar bilan ekran orqali diydorlashganim uchun bek xursandlik his qilaman. Qarna so'ragan savol haqiqatan hammamizning bir bosh qaytarilayotgan bir masala. Diasporada deymiz hamda biz hammamiz har yerlarga qismab taralgandek tarilib ketdi dunyoning har qaysi yerlarida. Hamda har qaysi yerlarda yashayotimiz, har qaysi yerlarda yashaganlarning hammamiz shu o'zimiz yashayotgan yerdagi ayrı bir millet bilen, ayrı bir sistema, ayrı bir qillar bilan uchrashib da shu xil holatda hayotni davom etishga majbur bo'ldik. Endi bu jihatda nurg'un ota-onalarning besh qaytiqliq, cho'nglarning qaytiqliq, ammo hozir yangi turmush qurib, yangidan bolalar bo'layotganlar masalanda, endi bolalar ish kuchi kirayotganlar, ularning texi nurg'un boshqa tinchliklar o'zini unutgan holatda bo'layotdi. Qanday qilamiz? Kelgusi qaysi holatda bo'lar bolalarimiz? Endi bu yerga maktablarga kirib ketib qolsa, shu maktablarning tili unutilib ketami degan ham qayg'ular kundan kunga eshib beryotdi. Endi bu ahvolni endi biz ko'p angladik, ko'p yerlarga berish jarayonlarida kuzatdik. Shu munosabat bilan biz shu bir bolalarni o'z tilini unutmaslik bir tarafida turib birni bo'lsin bir grup shaklda bir ana til nemisini qurgan bo'ldik. Endi mening ikkisini cho'ng, ikkisi kichik bolarimningki, endi bularningki kelgan vaqtida tex tili endi yangidan nim qilgan vaqtlar bo'lg'achqa men bir yildan keyin yasliga bergan bo'ldim. Bu yasliga bergan vaqtimda bir sevimli so'zlaydi yoki cho'ngraqi, yana bir yangidan tex shu abadada oiladagilarni biladi. Endi buni açık bergandan keyin bir necha oydan keyin o'qituvchisi meni chaqirgan bo'ldi. U yerga chiqib nima qilsam, shuni bilan o'qituvchisi dediki, "Mushu ona tilni sen mukammal o'rgat bolaga. Ana til mukammal bo'lgan bola boshqa tillarni nihoyatda tez o'rganalaydi" degan gapni qildi. Bu gap menga bek ta'sir qildi. Hozirgacha yurkim bir xil ajoyib bo'lib ketaman. Chunki Xitoydan iborat bir nimaninki
nima qilishini bilmadim. Ablahning mush bizningki tilimiz, örf odatimiz, madaniyatimiz, hammanimizni yo'q qilayotgan ahvol ostida boshqa bir millatlarningki o'z ona tilini qo'g'da degandek bir narsani bisharatni menga bergandek bir tuyg'u bo'lib qoldi-da. Shu bek ta'sirlandim buni. Hozirgacha men hozir 15 kirdi qizim shu o'chal anglagan narsa hozirgacha meni bekli ta'sirlantirdi. Ondan başqa endi shu ota-onalar meniki birinchi nima qilamiz? Har qanday narsani shu oiladan boshlashimiz kerak. Bizning oilamiz vatanimiz. Masalan, hammamiz sirtqa chiqimiz, kirimiz oilada o'zimizningki odatimiz bo'yicha yashashni ching tutishimiz kerak ekanchi. Endi bolalar bilan yig'ilamiz, o'zaro. Andan keyin do'st, qirin yaqinlarimiz bilan yig'ilamiz. Bir yerlarda to'plashimiz. Shu vaqtlarda cho'qim biz shu bolalarni olsun o'zimiz nima tilda o'zimizning tilda mukammal so'zlashib hamma narsani shu xil tilimiz bilan davom etishimiz kerak. Ondan keyin bolalarimizningki yosh nimasiga qarata hamda hozir hamma tapqin olgan bo'lib ketdi to'g'rilarda. Kichik hikoya kitoblarni berishimiz kerak. Masalan, eng xatarli yeri hozir 3 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan 15-16 yoshgacha bo'lgan bolalarningki ahvoli biroz xatarliroq bo'ladi ekan. Chunki biz bilan bo'lgan vaqtidan masirti bo'lgan vaqti ko'p bo'lgandan keyin o'zini tili sirti faqat ishlatilmagandan keyin endi shuning bilan bolalarningki tilga biroz moyil bo'lib ketib, mag'ayri tilga, onun o'zimizning tilni asta-asta susish tarafiga qarab manda ahvollar bor. Bu ahvollarni qanday qo'g'daymiz deganda biz ota-onalar shu hikoya kitoblarimiz bilan, filmlarimiz bilan, Uyg'urcha bolalar filmlarimiz bilan. Ondan boshqa shu ko'rgan o'qigan kitoblarimizdan xotira qoldirish. Nimani o'qidingiz? Nimani so'zlanibdi? Shuni qisqa qilib o'zimizningki yoziqida, o'zimizning tilida yozishimiz kerak ekan. Ondan boshqa nimalarni kinolarni ko'rsatishimiz kerak. Ondan boshqa eng muhimi kundalik xotira bu bolalar uchun. Kundalik xotirani qanday qilsin? Bir mayli haftada bir xulosalab yozsin yoki bo'lmasa kundalik qilgan ishni kundalik. Masalan, maktabda nima ish qildingiz? Damlash kunlarida nima ish qildingiz? Bir yerga bordingiz, u yerda nima uchun bordingiz, nima uchun keldingiz, nimalar bo'ldi masalan. Shunga o'xshash bir narsalarni xotira qilib qoldirgan vaqtida bolalarniki tafakkurni oshadigan, o'zining tiliga bo'lgan qizg'inligi, o'zining bir yozgan siri bolalar o'rgangan siri qiziqadi shu narsaga. Shu orqali bu bir narsa bo'ldi. Ikkinchi masala, madaniyat masalasiga kelsak, bu madaniyatni tabiiy uydan boshlandi. Biz her yerlerde yaşadık, her xil muhitlarda, her xil nimalarga duch kelyapmiz. Endi biz o'zimizniki bir alayda bir madaniyatli bir millat bo'lgandan keyin shu yerlarda shu o'zimizning shu oila bizish madaniyatimizni qo'ldan bermasak, masalan oilamiz kirgandan keyin biz o'zimizniki vataniga kirgan bir xil tuyg'uni his qildira olsak bolalarning ko'zi pishadigan gap madaniyatga. Ondan keyin tomoqlarimiz tabiiy yetilayotgan nampan hamma narsa. Ondan boshqa degan chog'da biz undan kiyim-kechakka diqqat qilishimiz kerak. Bizning hamda nima deymiz? Yetlarimiz bor, cho'ngishga yetimiz bor. Ondan boshqa cho'ng Navro'zni cho'ng qilamiz. Ondan boshqa yana ona til kunimiz bor. Va ondan boshqa yana uşaq faoliyatlarimiz ko'p hamda. Uni ayrı-ayrı yerlarda o'tkazilgan. Shu vaqtlarda biz cho'qim shu faoliyatlarning hitning xarakteriga mos keladigan mayli o'zimiz, mayli oiladagilar hammasiga bir kun avval shu kiyinadigan kiyimlarimizni tayyorlab, ondan keyin odatlarimiz bo'yicha qanday berib, qanday kirish, qanday ko'rishish, cho'nglarni hurmatlash, kichiklarni izzatlash, ondan keyin u yerda bo'linayotgan gap so'zlar hammasi bolalarning tabiiy bir xil o'rganishiga bir sharoit hozirlaydigan bir fursat deb qaraymiz. Shuning bilan shunday qilib shu bolalarni shu eng muhimi shu oiladan chang tutgan vaqtimizda hamma narsa mukammallashib mangadigan gapga. Sirtlarganda chiqdi degan taqdirdami oilada ish davomliligi bo'lavergandan keyin, undan keyin boshqa millatningki nimalar bilan sil soldirishga boshlaydi bolalar. Sal aqlini qilgandan keyin. Undan keyin o'zining kimligini boshqalarga so'zlashdan hech başlatmaydı da. Eğer biz öyde özümüz bilan biz ota-onalarga bisim ig'ir.
Çünki yaşqa çoğ bolğanlarımız bar, endi yaş balları bilen ularmı bir turmuş besiminden başqa xizmat, til öğreniş degan o'xshashchi. Onda bo'lgandan bolalarga biz hozir og'zimizda deganimizdek qarab bo'lolmaydigan ahvollar mavjud endi. Buning uchun bolalarga haftada endi kunda qaramasmi, haftada bir 2 kun bolalarningki nimasiga biroz bir vaqt ajrasda. Endi qolgan ota-onalar o'zi bilib yetarlaydi. Meningki deydiganim shunchalik hammamiz ish qilib birlikda bir g'ayrat qilsak. Köpten köp rahmet sizge hürmetli Sizlerge Turnisa rahmet. hanım. Hakikaten degininizdek muhaciratda Uyghur ata-analarga bulupmu japakeş anlarımızga düşüdigan vazife naytim eğir. Çünkü ballarninki asaslık belli vaqt ötküzüdigan şəxs olsa del şu ballarning apisi. Şonlaşqa analarımızninki hadi sınırlarımızninki ballarga ana tilde tutkan pozisiyası naq bizning keyingi avlodlarimizningki Uyg'ur bo'lib yetilib chiqishida asosiy rol o'ynaydi deb kesib ayta olamiz. Xo'sh, hurmatli Qalbinur Sidiq xonim, bayotinmi Alfidar Iltabir xonim lager shoirlarini sanab o'tgan chog'da bizningki jasur lager shoirlarimizning ichida xonim qizlarimizninki ko'p ekanligini his qildim. Xitayning chegara halqıgan bastırış siyaseti bolsun, vatanlik urug' tuqqanlarga ilib kelgan o'chilish xarakterlik harakatlar bolsun, sizlar jasurlik bilan, qaysarlik bilan chiqib Xitoyning bu zulmini xalqaro oshkorladinglar. Shu men bu yerdan siz boshliq barliq lager shoirlarimizga, qahramon xonim qizlarimizga egilib ta'zim qilman va hurmatimni bildiraman. Hürmetli Qalbinur xonim, sizningki mushu lagerda ko'rgan bilganlaringizda anglitish jarayonida, davom anglitish jarayonida nurg'unlagan nimalarni ko'rdingiz. Bundan keyingi Uyg'ur xonim qizlarimiz Uyg'ur davosida rol o'ynash uchun nimalarni qilish kerak sizcha? Ben özüm bir lager şahit buluş sütüm bilen şu muhaciratdaki, diasporadaki Uygur hanım kızlarının kütüdüğünü en aldı bilen özümüzün kadirleşini bilişimiz gerek. Özümüzün kadir kıymetini bilişimiz gerek. En aldı bilen özümüzünü hürmetleş, özümüzü boğan işençini aşırış gerek. Bu pek mühim dep oylayman. Ondan keyin men özüm başının içinde üzlüksüz özümüzün bilimimizni aşırışımız gereken. Bizde bir gap var, endi masalan bilimlik ayol oilaga va jamiyatga baxt deb keldi deb. Bilimimiz qancha ko'p oshgan sari bizning oilamizdan boshlangan tarbiya yuqori Tunsa xonim degan o'xshash. Bu tarbiya bak muhim. Andan keyin yana Uyg'ur ayollari mayli sirti bo'lsin, mayli oila bo'lsin, o'zining bir go'zal axloq fazilitini o'zining atrofiga ta'sir qilish kerak. Buning uchun shu ayolda oldi bilan o'zida güzel bir ahlak faziletini hem kadir kıymetini yitildirgen vaqtida bizden evlatlarımız olsun, başka milletler olsun ve kalan kişiler bizi qarab turib, asli Uyghur milleti mındaq milletke degan ta'sirini biz başkalarga beraleymiz deb o'ylayman. Şunu bilan biz yana Uyghur hanım kızları adil ve samimiy bo'lish kerak. Samimiy ve rostchil bo'lish kerak deb o'ylayman. O'zim bir pishqadam ma'rifchi bo'lish suhbatim bilan, ham lager shoiri bo'lish suhbatim bilan bunu o'ylayman. Endi öz milletimizni suyishni, davomli öz ana tilimizni ve yuqorida aytilganda o'zimizning urf odatimizni, madaniyatimizni buni izchillashtirish va tashviq qilishni yani o'zimizdan boshlashimiz kerak. Chunki biz Uyg'ur madaniyatini taraqqiy qildirishda, saqlab qilishda faqat muhojiratdagi Uyg'ur onalar bunda asosiy rol o'ynaydi. Yuqorida Tunsa xonimniki bir gapi menga ta'sir qildi. Yassida bolasini bergan vaqtida ona tilini uyga olib pishqilsin degan gap. Men bu maktabda boshlang'ich maktab o'qituvchi, Xitoy tili dars o'qituvchi bo'lganim bilan, ammo har qitim dars kirgan vaqtimda oldi bilan o'zimni o'qish deydiganim, eng oldi bilan sen o'zingning ona tilingni pishqib o'rgan deydim. Doim shuni ta'kidlaydim-da, sen ona tilingni pishqib o'rgangan vaqtingda qolgan tillarni pishqib o'rganlaysan deb aniki o'zimni Xitoy tili darsini boshlaydim. Bunun ait yaxshi bir misali nima bo'lsa, o'tgan yil men Turkiyaga borgan vaqtimda
Yusuf Qas Hacip vaqtimi aşağıda bir nimada so'zildim, leksiya so'zildim aşağıdaki Uyg'ur analarga. Şu leksiyani so'zlab, mushu lagerlardagi bo'layotgan qirg'inchiliklarni qilgandan keyin ularni ko'z yosh chiqib ketdi. Aşağıda mening bir o'quvchim bor ekan. Gerçi maktab bitirib ketgili 30 yilga yaqin bo'lgan bo'lsa-mu, bu o'quvchimning kalisi qolib qolgan narsa nima ekan desangiz, "Muallim, siz bizga har doim kirgan vaqtingizda eng oldi bilan deydiğiniz, o'zingizning ona tilini pishib uygan" deb bu gapni bek ta'kidladingiz. Hozirgi yosh gapingiz faqat esimdan chiqmaydi deb ishlar aytdi. Chunki menmu yana shu leksiyani boshlashdan burun shu gapni deganimda, mayli biz Turkiyada yashaylik, Amerika, Yevropada yashaylik, eng muhimi o'zimizning ona tilimiz. Eng muhimi o'zimizning urf-odatimiz. Biz Turkiyada qancha yashab kelsak, turk bo'lolmaymiz. Mayli Amerika, mayli Yevropada. Bu bek muhim. Bu o'zimiz ulgu bo'lishimiz kerak. Ya'ni biz bir Uyg'ur ona sifatimiz bilan o'zimizning madaniyatimizni, mayli kiyishda, yurish-turishda biz buni ulgu bo'lishimiz kerak va boshqalarga ta'sir berishda bu bek muhim deb o'ylayman. Rahmat. Köpten köp rahmet sizge. Hürmetlik Elfidar İltebir Hanım. Nurgulgan hanım kızlarımız hazırki bizninki millet sübütümüzde uçuratkan bu dehşetlik zulüm aslında hatta gözetkiçiler, tədqiqatçılarma eytiyotu da Uygur milletininki tarixten bu yan uçuratkan en zor ırkı kırgınçılık ve zulüm devri bu dep. Bunda ahval aslında bu vatan hareketi bo'lgan bir ahvolda er ayal deb ayrılıp olturulmaydı. Ama nurgulgan hanım kızlarımız dava qilg'isi bor. Ama dava qilib qolsam bolalarımni vaqt ajratib bulamay qolamanmi yoki qandaq shaklda dava qilsam bular mush narsaga ta'sir etmagan asosda degandek dilluq bo'lgan hanım kızlarımız nihoyatda jiq, az emas. Siz iboyatdan Uyg'ur hanım kızlarımızdaki davadagi rolni va ilib borgan ish harakatlarini deb to'xtalib o'tdingiz. Şu hanım kızlarımızga beradigan tavsiyalaringiz nima? Albatta hech birimiz tug'ilgandan boshlab men faoliyatchi bo'laman deb unda bir arzuda bo'lmagan. Mushu sharoit, vaziyat bizni mushunga majbur qilib biz faoliyatchi bo'lib chiqdik. Albatta har qandaq qizdek, ayoldek bizning her xil arzu armanlarımız var, kasbimizde özüp çıkışını xalaydigan, güzel yaş yürüyüşünü yaxşı gördügan, medeniyetke, kitap oquşqa, su üzüşke degandek narsalardan huzur ilishini bildigan bulalışımız kerak edi. Lekin vatanimizdeki hazırki bulupmu yaqinqi yillardagi irqi qirg'inchilik hammamizning yuraklerini ezdi ve mening bir ish qilishim kerakkan degan his tuyg'uni texmi ulg'aytdi, kuchaytdi. Shu sababdan bir qismimiz oldiga sakrab chiqoldik, chunki atrofimizda bizni qo'llagan ota-onamiz, yo'ldoshimiz bo'ldi. Endi qizlarni da'vatman hozir ayol xonimlarni. Lekin siz degandek, siz deb o'tgandek, ba'zi qarindoshlarimiz ansiraydi. Ota-onasini tutib ketgan bo'lsa, men mushu da'voning oldiga chiqib so'z qilsam, enimni, singlimni akirkaschu yoki ota-onamga texmi ziyonkashlik qilib o'ltirvaschu degandek xiyollarda bo'ladi. Mening esimda qilishicha, mishada Qalbinur G'ani degan qarindoshimiz, do'stimiz hadis Irana gulni tutib ketganda, kap menga yig'lab berganda, har kuni kechda at qopib gaqsam bo'larmi? Gaqimsam bo'larmi? Gaqsam ocham uchun foydaliqmi? Gaqimsam foydaliqmi degan mushishki dilemma deymiz-ku. Bilamay, nima qilishini bilamay qolgan nurg'unlagan qarindoshlarimiz bor. Mening ularga tavsiyalarim da'vo oldin qisabga chiqibla bo'lmaydi. Inqilob faqat shu to'lab namoyishlarga chiqib yoki faoliyatlarda so'zlash bilanla bo'lmaydi. Butun Uyg'urlikni saqlab qolish hammamizningki eng cho'ng nishoni va vatanimizni erkinlikka erishtirish albatta. Buning uchun turnisadimiz degandek oiladan boshlash kerak. O'zimizning birinchidan Uyg'urligimizni saqlab qolishimiz, ashuning o'zimi bir inqilob. Bolalarimizni Uyg'ur g'ururi bilan tarixidan, o'zligidan faxrlanadigan cho'ng qilish, ashuning o'zimi bir inqilob.
Mesela Uygur kızları için Uygur bilen toy kılıp Uygur ballarını köpeytiş aşının özümü bir inqilab. Her taraftan inqilab qıgılı buldu. Bunundan köprek bir näs qıgın battı degen qarindaşlarımız bolsa, nurgunlagan Uygurca videolar ba vatandın çıkıp atkan nurgunlagan haberler ba şunu özümüz turgan dövletlerinin tiliga tercüme kılaylı muhbirlarga, jurnalistlarga evet bereyli. Muşnunga okşaş aqsap tuturup kıldıgan nurgunlagan işler ba. Faaliyetde aldığı çıkamısak faaliyetke nimeler kerek? Posteri yaşaşkın qandaq yardım kıla alayma? Faaliyetni yaxşı kılış üçün ictimai cihetden qandaq yardım kıla alayma? Şununga okşaş her taraftan kulumuzdan kelginle kılışımız gerek deymen. Avazımızda çıkaramısak mı, duamız arkalık her günü. Kelgen bir Uygur qarindaşımızga yardım kılış arkalık. Mesela şu Amerika'da Tigradan kirip tutulup kalgan qarindaşlarımızga yeni yılda biz oturup xat yazdık, yeni yılınız mübarek olsun dep. Küçük adil bir iş ameliyatda. Lekin şulağı şu moral support bolsun, bir qollığanlığımızı kösteyli. Kalbin öredemiz degendek ulanı unutup kalmaganlığımızı kösteyli. Şunun okşaş küçük adli işlamı ameliyatda başka yüreklerge tigidu, mihir muhabbetimizni kösetsek, başkaları mı yokudu, ulan başkaları şu mihir muhabbetini köstüşke başlaydı. Şu şekilde bütün Uygurlar birbirimizge yar yürekli bulup, yaralarımızını birbirimizden melhem bulup, möre-mörege tirep tembille, kulumuzdan kelgence iş kılış arkalık yine töp koşa alayımız dep oylayma. Yeni bir gapni koşup koysam, turnu sayedimiz dedi, Türkler, Özbekler, hemmesi balları özünün tilide gap kıldı diken, lekin bizde bu bize sözlap kitibatıdı dep. Bu haqda nima qila olamiz deb o'ylanganimda mening shaxsiy fikrim hamdi. Bu Türkler, Özbekler yazda vataniga bora oladi. Tuqqanlari bilan ko'risha oladi, ona tilini anlaya oladi, televizor kanallari nurg'unlagan matbaa ham bir narsalariga ega hamdi. Shunga ularning jonliq saqlab qilishi davlati borning boshqacha bo'ladi ekan. Tilini, madaniyatini saqlab qilishi bizga qaraganda texmo oson, texmo normal hamdi. Bizga kelganda biz bo'libmi irqiy qirg'inchilik bo'lg'achqa vatanimizga borolmaymiz, bormaymiz. Ballarimizni avatmaymiz. Ular burunqi vaqtlarni degan bo'lsak, har yoz avatgan bo'lsak, ularning shunda tillari yaxshi bo'lgan bo'ladi deb o'ylayman. Endi bunda qilamagankin, balkim Qozog'istondagi shu Uyg'ur mahallariga, Uyg'ur shaharlariga, maktablariga yozlarda olsak, avassak, shu yerda Uyg'ur urf-odatini texmi ko'p ko'rsa, biz Amerikada saqlab qolish uchun qo'limizdan kelganini qilyapmiz. Shundaq bo'lsa-mu, chet shtatlarda Uyg'urlardan yana jiroq yaşayotgan, shu yerda xizmati bilan qolib qolgan oilalar bor. Ularmu seg'inadi albatta. Biz Uyg'urlar o'mlikda, birlikda yashashni yaxshi ko'radigan bir millat. Seg'insa shu Qozog'istonga, O'zbekistonga berib, shu yerdagi Uyg'urlarimiz bilan ko'rishib, bolalarini shu yerda texmi ko'p tarbiyali urf-odatni, shu to'ylarni, No'ruzlarni ko'rsatsa, yana shuningga qarata özligini, kimligini tunup faxrlanadigan bo'lib cho'ng bo'ldi deb o'ylayman. Va men doim umidvor bo'laman. Bundaq ketavermaydi. Hamını bir kuni vatanimizga boramiz inshaalloh. Hamını bir kuni shu yerda tuqqanlarimiz bilan birga het bayramlarni o'tkazadigan, ölüp ketgan tuqqanlarimizdan qabrisiga berib duo qiladigan kunlar keladi deb o'ylayman. Shu shaklda umidvor bo'lmasak, bo'lmasa biz Uyg'ur millatiga kelgan, beshimizga kelgan bu zulmdan sarang'ib talog'i cheksak bo'ladi. Hech qanday bir millatga kelmagan bir zulm keldi, bilasiz. Lekin shu iymonimiz bilan, shukr qilib, sabrchanlik bilan, yana umidvorlik bilan, yana shu kunni bir kuni keladi degan shaklda ko'rishimizga davom qilsak bo'ladi deb o'ylayman. Undan boshqa men oxirida vatandagi shu ayollar bayramini tabriklayolmayotgan, o'zini shunchalik umidsiz his qilayotgan qizlarimiz uchun bir narsani o'qib bermoqchiman, ruxsat qilsangiz. Ko'zingizni eching qizim, Uyg'ur hayot, uyqulardan uyg'ongangu, o'zingiz o'rningizdan dasturing qizim. Tumuringizda oqqani shu isil qongu, qaddingizni tik tuting qizim. Ajdodlaringiz sulton xongu,
Ümitlik bulun kızım. Yorumğan edi qaysı qarangı. Berdem bulun kızım. Tanrı bizni hör bolsun dep yaratqanğı. Qutluk bulun kızım. Dessep turğununuz bizning uluq ana yurt makanğı. Rahmet. Teşekkür. Sizden köpten köp rahmet. Hakikaten tesirlik bir şiirken, hürmetlik hanım kızlarımız bugünkü söhbet programımızını güzelleştirgininglar ve mol mezmunlu fikirlerinizler bilen ötkizilishiga vesile bo'lganligingiz uchun minnatdorligimni bildiraman. Hürmetlik ko'rmanlar, yuqoridami sizlarni anglab o'tganinglardek Uyghur milletida Uyghur xonim qizlarininki milletimiz uchun bo'ldigan roli va uningki ahamiyat haqida to'xtalib o'tdik. Ümidsizlanmayli, vatanimiz hamon bir kuni ozod bo'ldi. Kechining eng qorong bo'lgan vaqti tong etishga oz qolgan vaqtdir. Butun dunyo ayollarni ayirib, tabiiylab ayirayotgan vaqtda biz xonim qizlarimizni bayrog'imizga ishlatgan bir millat. Biz ana shundoq madaniyatli bir millat. Qandaqdir Xitoyning degandek qaloq, madaniyatsiz bir millat emas. Biz dunyoga madaniyatni o'rgatgan bir millat, madaniyat jihatdan yetaklagan bir millat. Vatanimizning ozod bo'lishi qandaqdir bir shaxsning yoki bir tashkilotning qo'ldigan ish emas. Millat bo'yicha harakatlangan vaqtimizda har bir Uyg'ur ona vatanimni qutqizishim kerak degan o'yga kelgan vaqtimizda güzel vatanimiz asaretten qutuldu ve bizmo hanım kızlar bayramımız olsun, ballar bayramımız olsun, analar bayramlarımız olsun, Noruz bayramımız olsun, barlık dini ve örf adetteki enenvi bayramlarımızı aziz hür boğan vatanimizde urug' tuqqan do'st birodarlarimizning mag'rurona shaklda qutlay olamiz. Alloh taolo ulug' Ramazon oyida barliq qarindoshlarımızın qilgan duasını ijobat qilish bilan birga vatanimizning ozodligi uchun bu yo'lda shahid bo'lgan xonim qizlarimizga yotqa yerini jannat qilsin. Va bu yil bizningki shafqat hamshirimiz deb atalgan Rizvon Gulninki tavalludining 100 yilligi. 19 yosh vaqtida o'zininki jinini, yoshlik bahorini Uyg'ur millati uchun pido qilgan aziz shehidimiz Rizvongul xonimninki mo yotqa yeri jannat bo'lg'ay. Bu haqda sizlar bilan boshqa bir sonimizda maxsus to'xtalgan bir suhbat programmamiz bilan diqqatingizga sunamiz. Hurmatli ko'rmanlar, bugungi programmamiz mishaychi olsun. Keng qitimliq sonimizgacha ko'rishishga omon bo'lgaysizlar. Germaniyadan hammanglarga o'tliq salom. Allohga omonat.